Dasturimiz davom etadi. Poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi 39-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuv mavzusidagi ushbu ochiq eshiklar kunidan muxbirimiz xabar qiladi. Marhamat. Ochiq eshiklar kuni doirasida maktabda barcha fan o'qituvchilari tomonidan ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuv mavzusida ochiq darslar bo'lib o'tmoqda. Bu darslar aytib o'tish kerak, noan'anaviy tarzda tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilarning kreativligini hamda darsga bo'lgan qiziqishini oshirishga qaratilgan. Maktabda hozirgi jarayonlarda ta'lim jarayonidagi o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsad. Ya'ni kreativlik, yangi bizga sim fanlari yoki aniq fanlar bo'yicha yangi yondashuv asosida o'quvchilarning qiziqishini oshirib olish. Hozirgi kunda xabaringiz bor, o'quvchilar asosan telefonlarga yoki ijtimoiy tarmoqlarga berilayotgan zamonda o'quvchilarga ta'lim sifatini yoki ta'limni yangi bosqichga, ya'ni ta'lim berishni yangi ko'rinishlarini ularga ko'rsatib, ularni ta'limga qiziqish maqsadida shunaqa ochiq eshiklar kunini tashkil qilganmiz. Ushbu ochiq darslar bilimni baholashning yangi tartibi asosida har bir o'quvchiga zamon talabi bo'yicha ta'lim berishga qaratilgan. Maktabda fan o'qituvchilari tomonidan turli fanlardan doira va konus, qaysi tomonlar foydali, teskari trigonometrik funksiyalar kabi qiziqarli darslar hamda Sohibqiron dramasi va Zumrad va qimmat ertagi asosida sahna ko'rinishlari taqdim etildi. Zamonaviy yondashuv asosida o'tilayotgan darslarda biz elektron doskalardan, internet tarmog'idan, har xil elektron qurilmalardan foydalangan holda dars o'tyapmiz. Bu narsa bizga ingliz tiliga katta yordam beryapti. Ya'ni har qanaqa o'quvchilar o'zini qilib kelayotgan ishlarini, uyga vazifalarini elektron doskalarda bemalol ingliz tilida, speakingda tushuntirib beryaptilar. Bugungi darsimiz ingliz tili bo'yicha speaking mavzusi edi. O'quvchilarimiz hammasi faol tarzda tayyorlanib kelishgan. Ma'lumot uchun bu maktabda 2024-2025 o'quv yilida 793 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. O'quvchilarning qiziqishiga ko'ra fan va sport to'garaklari tashkil etilgan. Shu kunlarda o'quvchilar tuman bo'yicha o'tkazilayotgan Yashil chiroq 2025 musobaqasiga tayyorgarlik ko'rmoqda.